Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensiya jamg'armasi ayrim holatlarda to'lovlarni to'xtatmoqda yoki vaqtincha ushlab qolmoqda. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, chet elda yurgan yaqinlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi yoki nafaqa olayotgan insonlarga ham tegishli. Chunki ko'pchilik to'lov kelmay qolgandan keyingina sababini bilishga urinadi, lekin o'sha paytda vaqt, asab va hujjat ketadi. Men bugun sizga ular ko'p hollarda ochiq aytavermaydigan, odamlar esa kech bilib qoladigan 6 ta asosiy sababni tushuntiraman. Qaysi holatda xavotirlanish kerak, qaysi holatda vahima qilish shart emas, qaysi hujjatlar yordam beradi. Qayerga murojaat qilish kerak, barchasini oddiy tilda aytib beraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p narsa oddiyroq edi. Pensioner pensiyasini pochta orqali olardi. Mahalla yoki tuman bo'limidagi ma'lumotlar asosida to'lov davom etardi. Agar odam uyda bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya ko'pincha kelaverardi. Tekshiruvlar ham bo'lardi. Lekin hozirgidek ko'p tizimlar bir-biriga ulangan emas edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensiya jamg'armasi, bank, soliq, migratsiya, FSHDYO, tibbiy mehnat ekspertizasi, elektron reyestrlar, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, plastik karta va mobil ilovalar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan noqonuniy to'lovlarni kamaytiradi. Noto'g'ri tayinlangan pullarni aniqlaydi. Vafot etgan odam nomiga pul chiqib ketishini to'xtatadi. Lekin yomon tomoni shuki, tizimdagi bitta xato, bitta mos kelmagan, ma'lumot yoki vaqtida yangilanmagan hujjat odamning haqiqiy pensiyasini ham vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, odam tirik, uyida yashayapti. Pensiyaga to'liq haqli. Lekin pasport ma'lumoti eski familiya turibdi. Bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagan yoki nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan. Natijada to'lov kelmaydi. Odam esa nega meni ogohlantirishmadi deb hayron bo'ladi. Mana shuning uchun men bugun bu 6 sababni batafsil ochib beraman. Eng ko'p uchraydigan sabablarning biri bu shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Ismda bitta harf farq qiladi. Pasport seriyasi eski qolgan bo'ladi. Tug'ilgan sana bir joyda 22 mart, boshqa joyda 20 mart bo'lib ketgan bo'ladi. Odam uchun bu mayda xatodek tuyuladi. Lekin elektron tizim uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Masalan, pensioner ayolning pasportida Gulbahor deb yozilgan. Eski pensiya hujjatlarida esa Gulbahor bo'lib qolgan yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiya turibdi. Bank kartasida yangi ma'lumot, pensiya jamg'armasi bazasida eski ma'lumot bo'lsa, to'lov kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda kim xavotirlanishi kerak? Pasportini yaqinda almashtirganlar, ID karta olganlar, familiyasi o'zgargan ayollar, eski hujjatlarda xatolik bo'lganlar, yashash joyini o'zgartirganlar, bank kartasini boshqa filialdan ochganlar. Ayniqsa, pensiya bir oy kelmay qolsa, keyingi oy qo'shib berishar deb kutib o'tirmaslik kerak. Chunki muammo ma'lumotda bo'lsa, siz murojaat qilmaguningizcha tizim o'zi tuzatib yubormasligi mumkin. Kim xavotirlanmasligi mumkin. Agar siz pensiyani odatdagidan 2 kun kech olayotgan bo'lsangiz, bankdagi texnik kechikish bo'lishi ehtimoli bor. Bayram kunlari, dam olish kunlari yoki oy boshidagi yuklama sabab ham biroz kechikadi. Lekin 7 kun o'tdi. Hisobga pul tushmadi. Bank bizga mablag' kelmagan desa, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi katta sabab bu pensionerning yashash joyi va haqiqiy holati bilan bog'liq. Hozir migratsiya va chegara ma'lumotlari elektron tarzda ko'proq tekshiriladi. Agar pensioner uzoq muddat chet elga chiqib ketgan bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Bu pensiya turi, qonuniy tartib va shaxsning maqomiga bog'liq. Masalan, bir ota Rossiyaga farzandlarinikiga 6 oyga ketdi. Pensiya kartasiga tushib turdi. Farzandi O'zbekistonda kartadan pul yechib turdi. Keyin tizimda savol paydo bo'ldi. Pensioner o'zi qayerda? Tirikligini tasdiqladimi? To'lovni o'zi olyaptimi? Ishonchnoma bormi? Agar bunday holatda hujjatlar joyida bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Yana bir misol, pensioner uyda ro'yxatda turadi. Lekin aslida boshqa viloyatda qizining uyida yashaydi. Mahalla yoki mas'ul xodim tekshiruvga kelganda manzilda topilmaydi. Qo'shnilar bu yerda yashamaydi desa, to'lov bo'yicha tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu odam pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas, lekin u tirikligi, yashash joyi
to'lovni olish huquqi borligini tasdiqlash kerak bo'ladi. Bu holatda eng katta xato men baribir fuqaroman, pensiyamni to'xtatishga haqqi yo'q deb jahl qilish. Ha, sizning huquqingiz bor, lekin tizim sizdan tasdiq so'rashi mumkin. Ayniqsa, ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi, notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi va bankda to'g'ri qabul qilingan bo'lishi kerak. Uchinchi sabab nogironlik bilan bog'liq to'lovlarda juda ko'p uchraydi. Ko'pchilik nogironlik guruhi bir marta berildi, endi doimiy deb o'ylaydi. Aslida hamma holatda ham shunday emas. Ayrimlarga guruh muddatsiz beriladi, ayrimlarga esa 1 yil, 2 yil yoki belgilangan muddatga beriladi. Qayta tip ko'rikdan o'tish muddati kelganda. Agar fuqaro vaqtida komissiyadan o'tmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning ko'rik muddati 25 iyunda tugaydi. U esa hali chaqirishaki deb kutadi. Iyul oyida to'lov kelmaydi. Keyin borib bilsa, hujjatlarni topshirish, poliklinikadan yo'llanma olish, analizlar, shifokor xulosalari, TMI qarori kerak bo'ladi. Bu jarayon bir necha hafta cho'zilsa, oilaning daromadi keskin kamayadi. Bu yerda ota-onalar ham juda ehtiyot bo'lishi kerak. Nogironligi bo'lgan bolaga nafaqa olayotgan oila, bolaning yoshi, tibbiy xulosaning muddati, keyingi ko'rik sanasini albatta yozib qo'yish kerak. Chunki to'lov oilaning dori darmoniga, parvarishiga, yo'l xarajatiga ketadi. Bir oy to'xtab qolsa ham katta muammo bo'ladi. Kim xavotirlanmasligi mumkin? Agar nogironlik muddasiz belgilangan bo'lsa, qayta ko'rik talabi bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir hujjatda muddatsiz degan belgi bor yo'qligini tekshirib olish kerak. Ba'zan odamlar og'zaki eshitgan gapga ishonib yuradi, lekin rasmiy xulosada muddat ko'rsatilgan bo'ladi. 4-sababni ko'pchilik tushunmaydi. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kam ta'minlangan oilalarga nafaqa, bolalar puli, parvarish nafaqasi kabi to'lovlarning shartlari har xil. Ayrim to'lovlarda odamning ishlashi ta'sir qilmasligi mumkin, ayrimlarda esa daromad, oila tarkibi yoki ishga joylashish to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Masalan, bir oila bolalar puli oladi. Otasi rasmiy ishga kirdi, maoshi kartaga tushyapti, soliq tizimida ko'rinadi. Oilaning umumiy daromadi belgilangan mezondan oshsa, nafaqa to'xtashi mumkin. Oila esa nega oldin berardi? Endi bermay qo'ydi deb o'ylaydi. Safi oddiy. Tizim sizning daromadingiz o'zgarganini ko'rgan bo'lishi mumkin. Yana bir misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba bor. U kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun to'lov oladi. Agar u o'qishni tashlasa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ma'lumot ta'lim muassasasi tomonidan vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bunda talaba men hali yoshman, menga berilishi kerak deyishi mumkin. Lekin asosiy shartlardan biri o'qish maqomi bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa qaysi to'lovni olayotganingizni aniq biling. Pensiya deb hamma pulni bir nom bilan atash noto'g'ri. Agar bu yoshga doir pensiya bo'lsa bir tartib, agar ijtimoiy nafaqa bo'lsa boshqa tartib, agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa yana boshqa shartlar bor. Men doim odamlarga aytaman, qo'lingizdagi qaror yoki ma'lumotnomada to'lov turi qanday yozilganini o'qing. 5-sabab texnik ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p asabiylashishga olib keladi. To'lov tayinlangan bo'ladi. Pensiya jamg'armasi mablag'ni chiqaradi, lekin bank kartasi bloklangan, muddati tugagan, hisob raqami yopilgan yoki karta egasi ma'lumoti yangilanmagan bo'ladi. Odam esa pensiya jamg'armasi pulimni bermayapti deb o'ylaydi. Masalan, pensionerning kartasi 2024 yil dekabrda tugagan. U kartadan kam foydalanadi, muddati tugaganini bilmaydi. Yanvarda pensiya tushmaydi yoki bankda ushlanib qoladi. Bankka borganda yangi karta ochish kerakligi aytiladi. Agar yangi karta ma'lumoti pensiya jamg'armasi tizimiga vaqtida ulanmasa, yana kechikish bo'lishi mumkin. Ishonchnoma masalasi juda nozik. Ko'p keksalar farzandiga kartamni olib tur deb beradi. Lekin bank va huquqiy tartib nuqtai nazaridan karta egasi o'zi. Pulni olish huquqi ham o'zi bilan bog'liq. Agar pensioner yura olmasa, chet elda bo'lsa yoki doisi parvarishda bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Ishonchnoma muddati tugasa bank pul berishni rad qilishi yoki tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu holatda kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Yoshi katta, mustaqil bankka bora olmaydigan pensionerlar, chet elda yashayotgan yoki davolanayotganlar, farzandi orqali pensiya olayotganlar, kartasini yo'qotganlar,
karta pin kodini boshqaga berganlar. Chunki bunday vaziyatda nafaqat to'lov kechikadi, balki pul xavfsizligi ham xavf ostida qoladi. 6-chi sabab eng og'riqli va ko'pchilikka yoqmaydigan sabab ortiqcha to'lov aniqlanishi. Ya'ni odamga ma'lum muddat davomida huquqi bo'lmagan yoki noto'g'ri hisoblangan pul to'langan bo'lishi mumkin. Bu har doim ham odamning aybi degani emas. Ba'zan tizim xatosi, ba'zan hujjat vaqtida yangilanmagani, ba'zan noto'g'ri ma'lumot, ba'zan esa fuqaroning o'zgarishni bildirmagani sabab bo'ladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishini tugatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida kiritilmagan. To'lov yana 3 oy davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan summa aniqlangan. Endi jamg'arma bu pulni qaytarishni talab qilishi yoki keyingi to'lovlardan ushlab qolishi mumkin. Oila uchun bu juda og'ir bo'ladi. Chunki ular pulni allaqachon sarflab yuborgan. Yana bir misol, nogironlik guruh muddati tugagan, lekin to'lov bir muddat davom etgan. Keyin komissiya guruh uzaytirmagan. Ortiqcha to'lov masalasi paydo bo'lishi mumkin. Fuqaro men kasal edim, bilmadim deydi. Lekin hujjat bo'yicha to'lov sharti tugagan bo'lsa, muammo yuzaga keladi. Bu yerda muhim nuansa bor. Agar sizga ortiqcha to'lov bor deyishsa, darhol qo'rqib ketmang va darhol hammasiga imzo qo'ymang. Avvalo yozma asos so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi qaror asosida qancha summa, nima sababdan ortiqcha deb topilganini bilishingiz shart. Hisob-kitob varaqasini oling. Agar rozi bo'lmasangiz, tushuntirish xati yozing. Hujjatlaringizni ilova qiling va yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini biling. Endi men eng muhim nozik joylarini aytaman. Birinchi nuansa, to'lov to'xtashi har doim ham pensiyadan butunlay mahrum bo'ldingiz degani emas. Ko'p hollarda bu vaqtinchalik to'xtatish, aniqlashtirish yoki hujjat kutish bo'ladi. Lekin vaqtinchalik narsa ham 1 oy, 2 oy cho'zilsa, odam uchun katta muammo. Shuning uchun pasti kutish eng yomon yo'l. Ikkinchi nuansa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Siz bo'limga borasiz, xodim tizimda muammo, kutib turing, keyingi oy tushadi deyishi mumkin. Balki rost, balki yo'q. Men bunday vaziyatda har doim yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki yozma murojaat ro'yxatga olinadi, unga javob berish muddati bo'ladi. Keyin sizda dalil qoladi. 3-nuansa. Bank va pensiya jamg'armasini adashtirmang. Agar pul jamg'armadan chiqmagan bo'lsa, bank yordam bera olmaydi. Agar pul chiqqan, lekin karta yoki hisobda muammo bo'lsa, jamg'arma ham bankdagi blokirovkani yechib bera olmaydi. Shuning uchun ikkala tomondan ham aniqlik oling. Jamg'arma to'lov yuborilganmi degan savolga javob beradi. Bank esa hisobga tushganmi, karta faolmi degan savolga javob beradi. 4-nuansa. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan pul masalasi juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Agar yaqin inson vafot etsa, uning kartasidan keyin tushgan pullarni ishlatish kelajakda qarz yoki nizoga aylanishi mumkin. Bunday holatda meros, dafn puli, oxirgi oy to'lov kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Karta qo'limda edi, yechib oldim degan yondashuv muammo tug'diradi. 5-nuansa. Boshqa davlatdan pensiya olish yoki ikki joydan to'lov olish holatlari ham tekshiruvga tushishi mumkin. Masalan, fuqaro bir muddat boshqa davlatda ishlagan, u yerdan ham pensiya huquqi paydo bo'lgan, O'zbekistonda ham to'lov oladi. Bunday vaziyatda xalqaro kelishuvlar, ish staji, yashash joyi, fuqarolik va ma'lumot almashinuvi muhim bo'ladi. Har bir holatni alohida ko'rish kerak. 6-nuansa. Ayrim odamlar tanish orqali hal qilaman deb hujjatni kechiktiradi. Bu juda xavfli. Chunki pensiya va nafaqa masalasi hujjat bilan hal bo'ladi. Tanish telefon qilib berishi mumkin, lekin tizimdagi xato rasmiy tuzatilmasa, muammo yana qaytadi. Sizga kerak bo'lgan narsa ariza, pasport, ID karta, bank rekviziti, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi kabi rasmiy hujjatlar. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar pensiya yoki nafaqa kelmay qolsa, birinchi navbatda sanani tekshiring. Odatda qaysi kuni tushardi? Hozir necha kun kechikdi? Bayram yoki dam olish kunlari bo'ldimi? Bank ilovasida kirim ko'rinyaptimi? Agar 2 kunlik kechikishda vahima shart emas, lekin 7 kundan oshsa harakatni boshlang. Ikkinchi qadam, bankka murojaat qiling. Kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Blokirovka yo'qmi? Pul kelib qaytib ketmaganmi? Shuni aniqlang. Bankdan imkon bo'lsa yozma yoki ilova orqali ma'lumot oling. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oching va rekvizitlarni saqlab qo'ying. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling.
O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari, oldingi to'lovlar haqida ma'lumot. Kerak bo'lsa ishonchnoma olib boring. Savolni aniq bering. Mening to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtagan yoki kechikkan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi qaror asosida deb so'rang. 4-qadam. Og'zaki javob yetarli bo'lmasa, yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiyangiz, JSSSR raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, olayotgan to'lov turi, oxirgi marta qachon pul olganingiz, muammo qachondan boshlanganini yozing. Ariza oxirida to'lov to'xtatilgan yoki kechiktirilgan sababini yolma ravishda ma'lum qilishingizni hamda qonuniy huquqlarim tiklanishini so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta yangilangan bo'lsa, uning nusxasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishi haqida hujjat. Nogironlik bo'lsa, TMI xulosasi. Talaba bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma. Ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma. Chet eldan qaytgan bo'lsa, kirib kelgan sanani tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar ortiqcha to'lov yoki ushlab qolish masalasi chiqsa, hisob-kitobni so'rang. Qancha pul, qaysi davr, nima sabab, qaysi hujjat asosida barchasi aniq bo'lishi kerak. Agar rozi bo'lsangiz ham to'lovni bo'lib qaytarish imkoniyatini so'rashingiz mumkin. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling yoki huquqshunos bilan maslahat qiling. 7-qadam, barcha murojaatlaringizni izsiz qoldirmang. Arizangizning nusxasiga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, sana va kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu mayda tuyuladi. Lekin keyin masala cho'zilsa, aynan shu dalillar sizga yordam beradi. 8-qadam, oilangizdagi keksalar hujjatini oldindan tekshirib chiqing. Karta muddati qachon tugaydi? Pasport ma'lumoti yangimi? Ishonchnoma bormi? Nogironlik xulosasi muddati qachon? O'qish ma'lumotnomasi kerakmi? Yashash manzili to'g'rimi? Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan 30 daqiqa vaqt ajratib tekshirish ancha oson. Men bugun pensiya jamg'armasi to'lovlarni to'xtatishi yoki kechiktirishi mumkin bo'lgan 6 asosiy sababni tushuntirdim. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, chet elga chiqish yoki manzilda topilmaslik. Nogironlik qayta ko'rik muddati, daromad va nafaqa shartlarining o'zgarishi, bank kartasi yoki ishonchnoma muammosi, ortiqcha to'lov aniqlanishi. Eng muhim fikr shuki, to'lov kelmay qolsa, kutib o'tirmang, sababini yozma aniqlang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va har bir javobni dalil sifatida saqlang. Sizning huquqingiz bor, lekin huquqni himoya qilish uchun hujjat, muddat va aniq murojaat kerak. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya, nafaqa, karta, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'yicha shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan chora bir necha oylik muammoning oldini olishi mumkin.